Sizni yordamingiz kerak bo'lib qoldi bizga. Assalomu alaykum. Shu Monza nomli stulimizni makraliga qanaqa material ursak, siz uyingizga juda chiroyli va go'zal bo'lib turadi. Ya'ni bu hozirgi trendda bo'lgan materiallardan ursak yaxshimi yoki uyimizda bolajonlarimiz bor. U narsa to'kib olsa ham shunda arsa ketadigan mo'sh materialdan qilganimiz yaxshimi? Bu modelimizga keladigan bo'lsak, shu model to'g'risida qiziqayotgan bo'lsangiz, akam, bu modelimiz oyoqlari metaldan, sidenasi 18, orqasi to'rli bo'lgan fanerlarimiz ishlatilgan, ichiga 22 plotnostdan zo'r bo'lgan porlondan ishlatilgan, juda mustahkam. Orqalariga juda mamlaqa shohli narsalar qo'yib berishimiz mumkin. Telefon qiling, akam mani. Uyingizni shunaqa chiroyli qilib, siz xohlagan rangda qilib berishimiz mumkin. Dillerlarimizga murojaat qiling. Mani nomimdan aytsangiz, sizga arzon qilib berishadi. Arzon qilishmasa, mani o'zimga yozing. Men o'zim tushuntiraman akalarimga. Salomat bo'linglar, akam.